Şevket, Tursun, bugünkü studiyaga kim keldi programımızın sani alaydı ehmiyetli bir san deb qarayman men. Çünkü studiyaga kim keldi programımızın bu sanida Cungo Komünist Partiyamızın qurulganligining 100 yillığını qutlaqlash tantanasi qilyapmiz. Hamda mushu orqali biz o'zimizning Cungo Komünist Partiyamizga bo'lgan madhiyamizni o'qiyapmiz. Shunday. Albatta biz hammamiz shu qizil bayroq ostida cho'ng bo'ldik. Ham Cungo Komünist Partiyasining addi bo'lmagan 100 yilni boshdan kechirganligini bilamiz. Mushu 100 yillik Buran chapqinni boshdan kechirib, Junxo millatining o'rnidan dastur jarganida 5 ning qudrat tepishqichi bo'lgan ulug' xalqish davomida hamma joyda Cungo Komünist Partiyasini, sotsializmni kuylaydigan, qahramon namunchilarni madiylaydigan janoblik naqshlar yangridi. Sanatkarımız Çanşam Bulbuli Paşa kız adam geldi. Hoş geldiniz. Cungo Komünist Partiyamızın qurulganligining 100 yillığını qutlaqlab o'tirgan mana mushundaq minut daqiqalarda mushu azat zaman degan naqshingiz orqali bizga ko'p kuch madadlarni bergan ajoyib hurmatlaydigan san'atkorimiz siz. Mana mushundaq bir qutlug' damlarda sizning mush azat zaman degan naqshingiz qandaq bo'lib ijod qilingan? Siz Cungo Komünist Partiyamizga qandaq ko'nglingizni bir rahmatlarni aytsiz? Bizning bir anglab qaskan degan bir go'zal hikoyalaringizni anglasak deymiz. Cungo Komünist Partiyasının qurulganligining 100 yillığını issiq ko'nglim bilan, qizil yuragim bilan tabriklayman. Paşaqızada mushun naqshini qancha yoshda aytgan bo'lg'idi Paşa qiz odam deb bilgim kelyapti. Men o'zim bir g'ulja shaharda tug'ilgan oddiy bir qiz uylarda çoğuğan 12-13 yaşında mektep faaliyetler oldu emasmi? Şu çong şundaq aytattım. Onundan siz bir Çavşenga bağlan hikoya. Çavşenga şu 53-yil evetti. Pidai kısımlardan al so'rash Aşırın siz barısız dedi. Demek siz şu askerlerge ruhi ozuq bersiz de. Aşlarını canlandırış için aşlar ruhi ozuq bereleydi de siz Allah Çavşen'den ki şaraitimi yaxşılaşken okup kulağı kırıp Fiji-leyla fankon deydi. Onundaki müşegici belli sularını geçip durup müşeyip durup işte azat zaman degen naqshlarımni ettim. Cifangcılla emdi çavak degen şunda çıkıp gitti da aşağıda to'racı degen naqshi xalq ahang ekan o'zishib ketgan umumlashib ketgan ekan. Bu naqshini men bir ugunay degan bir muhabbet tushdi bana. To'racını uzoq oshlardan yezib o'rgandim. Bizning askarlarimizning haqiqiy qudratini ko'rgan. Samso nefek toraji hando poriman kayodo tabakolman sarasal tano ginda ey heyo uyarananda chiwajaja chota çımakolman sarasal tano ginda hemmesine böyle çok da hemmesi külüp o harben çarşıda diyen narsalar fakat uladı yok bir hoşallık bir kızıl yürek qaynab turdi ben adam şundaq bizning Cungo xalq ozodlik armiyalarimiz anda qudratlikken ularni şama qilib etdi. Paşa qizada bizning mush davlat rahbarlarimizmi o'z vaqtida siz bilan ko'rishib, siz bilan ko'p xotirlarni qoldirgan shundaqmi? Ha, shundaq. 62-yili Beijing bordik. Bir kunisi Beijing fandanga baramiz xodon va dedi. Bordik. Paylan qilamiz, o'yin qilamiz, o yoqdan lang'idillar. Shunda bir chiroyli bir odam kelyapti. Voy bu. Juzonlama emasmi? O'ngilma tushunma bu. Hayronlik qoldim o'zimga. Biz naqsh etdik. Birinchi mening naqshamga ular shunday qo'shib ketdi. Sizning naqshingizni anglab bekman puraqlarni shunday chiroyli oldingiz. Men o'lja borgan ili xodifang dedi.
Ulan meni köse, Şinjan'da yeyin Leyla, belin ne Leyla. Keterer, bir keterer. 1955 yılı Şinjan Uyghur Avtonomiyamiz kurulganlığının ya tentene kılıp biz bir keçelik oyun koyduk. Şu oyun koyganda Azat zamanını ettim. Bu ne Hüseyincan, Cami Hüseyincan kam 50. yılla icad kılganlak şeke. Keyin ben 53 yılı keldim, 54 yılı bana ufkam. Menin başta bir ahangım var, siz bir ügünüp etsiniz dedi. Aşınaqşınıma ettim, ügendim. Ügenip kalgandayken bunun tekstini Teyipcan Aliyev, Teyipcan kam yazdı. Paşa Qızada muş Azat Zaman degan naqshini 20 asrdan jiq o'qibsiz. Aytib keldingiz. Bizning yurak-yuraklarımizga tutuşup biz şu naqshini yo'lda mansaq tabiiy holda g'ingshiydigan mushunda holatda biz. Demak, ham shu naqshini siz o'xshamagan sahnalarda aytdingiz. O'xshamagan sahnalarda o'zingizdami har xil o'xshamagan hissiyotlar bo'ldimi? Shundoq. Her qandaq yegi olsam, o'zimni nayt jo'shqin, nayt xotirjam, bek xo'shal tutma. Endi naqshig bo'lgan muhabbatim bek cho'nqur. Bek cho'nqur. Bu muhabbatni men hech kimga o'xshatamayman. Shunga ishimdan qaynaydi. Bu Azat Zaman degan naqshining Paşa Qızada har bir tekstlargacha kirib tegi-tegiga tushunib, sizni bir xil vatandan, Jungo Kommunistik Partiyasidan bir faxrlanish hissiyoti bo'lg'ashqa bek utuqliq chiqqanmi? Mush hissiyotingiz bilan bek munosabatlik deb o'ylayman bu. Shundoq naqshig bo'lgan benim muhabbatim shundoq urg'ibdi. Bu naqshini esam, Ulug'bek shunlarni shundoq xush ketdi. O'zimni yurakdan chiqdi. Yurak ta'sir qildi. Endi bundoqcha aytganda bu naqshini men yerim asr etdi. Ta hozirgacha aytyapman. Xaridarim bo'lmasa, zibalig'ining nima e'tibori? Meni qadrlagan partiya bo'lmasa, men bugungi shon sharaflarga nail bo'lamayman. Jungo Kommunistik Partiyasi Mang'ushash kambag'allarning farzandlarini necha minglagan, necha yuz minglagan farzandlarni ozod qildi, bizga huquq berdi, qaddimizni ko'tardi. Biz mushu xo'shalliklar bilan Azat Zaman degan naqshamni men partiyaga, xalqqa taqdim qildim. Azat zamanımızın suyunumuz, azat zamanımızın faxrlanımız, azat zamanımızda özümüzni eng baxtli odam his qilamiz albatta. To'g'ri. Bugünkidek mushundaq bir qutlug kunlarda sizning mush Azat Zaman degan naqshingizni anglamak biz uchun eng huzur, eng suyimli ish deb qarayman. Aytib berasiz? Aytib beraman. Albatta aytib beraman. Sahnamizga noita suyunib, sizni suyib turib taklif qilamiz. Qani, marhamat, Qizada.
Şavkat Tursun, Cungo Komünist Partiyasının rəhbərligində turmuşumuz zor özgürüş bolğandan başqa yana royumuz coşqunluq toldu. Şundaq. Ədəbiyyat sənət işlərimiz tez süratda yükselib, bir-birindən isil nadir naqşlar ijod qilinib, ma'naviy turmushimiz rangdorlikqa to'ldi. Studiyaga kim keldi programmamizning amdiki mehmoni bo'lsa, bugungi mushu bizning alayda ishlagan bu sanimizga hammamizga tanishlik bo'lgan men vatanim bilan billa nomli naqshingizni yana bir qayta anglashga muyassar bo'lgandek turimiz. Bu naqsha 1985-yilda ijod qilinib ekan-a? Shundaq. Siz qaysi yillarda aytgandingiz bu naqshini? Shanxay Musiq Sho'yanda 93-yilga borganda muallim shu naqshni menga topshiriq qilib bergan ham o'rgatgan. Shu vaqtda shu maktabda shu 92-yillar. Shu vaqtda men maktabdan sahnasida o'rilgan bu naqshni piano bilan. Mushu men vatanim bilan billa nomli naqsha eng dastlabda Ligoyi ustoz o'rilgan naqsha, shundaqmi? To'g'ri. Ondan keyin yani bunu güzel ovozlar bizning davlatimizga atalgan naqshimiz Yingshumay. Yingshumay muallim o'rilgan. Bu naqshni aytganda ko'z oldingizga nima keladi? Vatanimizning ketgan bepoyon ulug' güzel manzaralari adam ko'z oldiga keldi. Ulug' vatanimizning ne kadar qudratli ekanligini mushu naqsha namoyon qiladi. Ham Cungo Komünist Partiyasi bo'lmagan bo'lsa, biz ham mushu kunga yetib kelmaydik. Shaxsan men mana eng cho'ng bir muzik sohasidagi eng cho'ng bir darsni o'qidim desam bo'ldi. Shanxay Musiq Sho'yanda partiyaning g'amxo'rligi va partiyaning rahbarlik ostida hozirgi kunga erishdik. Men tug'ilgan Börtalarda ko'p millatlar va to'g'ri. Kichikimizni tat bir oylik ishlardek sening bilan deyishmay, et bayramlarda tantana qilishib, Bana ten görüp, açtaq ötüp keldik hozirgacha. Buningdan boshqa meni nurg'ulgan elimizga har millat xalqi ittifoqlashib kurash qilib, birlikda taraqqiy qilib, o'rtaq gullanib, anarning danisidek zich uyushib millatlar ittifoqligining yangi sahifasini yaratdi. Studiyaga kim keldi programmamizning andiki mehmoni kimkin qarab boqamiz. Kızgın ağam geldi. Kızgın karşılığınız. Muşu studiyaga kim geldi programımızdan alaydı bir sani qaysi naqshingizga keldingiz ki? Büyük Cungo. Bizden mesela intayın yaşkır bıraksın. Aşın hep geldim durum. Bu naqsha müzik kısmı şundaq bir jengi var. Tekstlerinde mi elimizdeki 56 millatning inaq ittifoqligiga madiya o'qilgan naqsha. Shundaq qo'y, ha? Qazgin ağa. Siz bu naqshni qancha yil o'rgangan dedingiz? Men naqshni 94-yil birinchi qilib algan. Bir Kaufmanda bizning mening bir tanışlarım batdı. Aş Beijingda vaqtim. Aşının bir naqshisi batdı. O men naqshni o'rganishim kerak deb, aş anlapla aş vaqt o'rgandim. Büyük Cungo bizningki davlatimizning büyüklüğüyle emas. Yani muşu bütün manzaralar ko'z oldimizga keladi, ha? Ajoyib cho'ng bir davlatda bizning Cungo. Hozir mana o'zingiz ko'ryapsiz, dunyo yuzida nurg'un yerda qalaymoq ishlar chiqadi, biroq Cungo dilam shunda yaxshi. Bu nim deb desangiz, bizning partiyamizning yaxshiligi. Endi o'zingiz biz kichik vaqtimizda shu o'ynani shunda yaxshi ko'rdigan. Aşağı davlatim çirkin aşağıda bir çoğun mektepke basam okusam depçe müzik okusam dep. Men arkadaşım işimde turup oylayınca men özlem çeterge çıksam mı, birege bassam mı, mada qarab, Cungo qarab, hazır mı qarab, Cungo'da dünya yüzüde şunmanda bir esil devlet yaşatıp bizim bağladı. Tahirlanadigan yapar. Aşım mening Beijing'e berip okuşumның özü 就是党为我们把这么好的条件biz yaratib berdi. Biz o'qidik, hozir men endi Cungo'ni ammiyaga berib keldim da. Gay xuyba o'm Cungo'da ega shidaylar yeydi. Undaqda Qazgin ağa, iftixorlanish hissiyoti bilan sizni studiyaga kim keldi programmamizning sahnasiga yana bir qatim taklif qilamiz. Qani, marhamat. Studiyaga kim keldi programmamizning bu alayda soni nihoyat qizg'in davomlashyapti.
Bu 100 yılda Jungo kommunistlari japa mushaqqatli qurilish mazgili yoki bahor to'lqini mavjud bo'lgan islohot davrida bo'lsin, butun kuchini beg'ishlab, sap qalbi, samimiy hissiyoti bilan asli maqsadni saqlab, fidokorlik ro'yi bilan burishni zimmasiga oldi. Studiyaga kim keldi programmamizning andiki mehmoni kimkin qarab boqandik. Güzel Nur'da kızgın karşı alımız. Özünüzden andım uşu bugünkidek daqiqalarda bir deydigan hikoyalarınız var o. Ben bugün aytım xursanman. Bizning Jungo Kommunistik Partiyasining qurilganligining 100 yilligini xotirlab o'tiribdimiz. Meningcha bo'lganda bu aytım bir ahamiyatli güzel kunlar. Men bu bir yangi davrda tug'ilib, yangi davrda o'sib yetildim. Partiyamizning hozirgidek taraqqiyotini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Ham nurg'un taraqqiyotlarni beshimdan kechirdim desam bo'ladi. Men kichik vaqtimda markaziy teatr sho'yaniga o'qishga borgan. Markaziy teatr sho'yaniga barish uchun jami 12 kun vaqt ketadi. Bir ta'tilda 24 kunim yo'lda o'tib ketadi. Men o'ylasam, shu jarayonlarni o'ylasam, qarang, men hozir nimga yaxshi bir necha soatlar poytaxtga berib ko'rishib kechdim. Shunchalik taraqqiyotlarni aytib zo'r. Shundaq bir ilg'or partiyaning tarbiyalash bilan, yetaklash bilan bugünkidek kunga keldim. Shuning uchun men partiyaga shunchalik minnatdor. Bugun kun kelganda men shu bir mukofotim degan kavatida u bo'lsa-mu, Go'yanning alayda ta'minotidan bahramand bo'lgan mutaxassis deb alayda shunday bir cho'ng sharafga erishdim. Bu men uchun bir umr esimdan chiqmaydigan ham hayotimdagi cho'ng burilish hosil qilgan shunday bir cho'ng sharaf deb o'ylayman. Sizlardek adabiyot san'at xodimlari davri bilan tang ilgirligashga Go'zal Nurda albatta o'z burchinglarni ado qilgan bo'lg'ashqa partiya hukumatimizmi sizlarga mana shunday sharaflarni beribdi. Bugungi naqsham Turpan üzüm pişti degan naqshni olib keldim. Chunki bu naqshimi 78-yil mamlakat ish vazirida ta'sir qo'zg'agan bir atoqli kompozitor Shig'onan apandim ishlagan ekan. Markaziy teatr sho'yanda o'qiyotgan mazgillarimda shu Guamsular shuning aytqanini anglab, shu melodiyasi, anandek shu naqshningki, hamma tarbiya ish qilib meni bir xil o'ziga tortib oldi. Shu naqshni shu chet ellarga olib borib aytdim. Nurg'un sahnalarda aytdim. Shu aytish jarayonida bu naqshga bo'lgan mehr-muhabbatim texim chunqurlashdi. Shuningga bugungi shu ahamiyatli sahnada yana bir qatim aytay. Undaqda sizning sahnangizga yana bir qatim taklif qilaylik. Qani, marhamat Go'zal Nurda. Partiyaning rahbarligida butkul vatanimiz bahor nuriga cho'mildi. Tianshanning janub-shimolidagi bepoyon zimin rangdor libos kiydi. Har millat xalqi bahor manzarasidan olamcha shodlandi. Studiyaga kim keldi programmamizning andiki mehmoni kimkin qarab boqandik. Siz shu kelgusi izbosarlarimizni tarbiyalash sepida izchilor maykurash qilayotgan bizning bek suyimli o'qituvchilarimizdan biri. Bugünkidek shundaq alayda bir kunda nimalar deganimiz kelyapti? Men aqlimga kelsam bir chiroyli bir naqsh bor ekan. Shunday yaqinlik. Ana ustiga men keyin akordeon o'rgandim endi. Albatta. Akordeon o'rgandim. Bu naqshni ustiga akordionga alomat tushadigan naqsh ekan. Demak, bu qatim endi shu partiyaga minnatdorligimni bildirib, o'zim yaxshi ko'radigan atoqli kompozitor Haris Ashraf akaninki Bahor valisi deydi. Tanda bahor, elimda bahor, bahor ilhoni ko'ksimda yanar. Rahmat Alimjon muallim. O'zimning atrofimdagi endi menga ta'sir qilgan partiyaniki meri shafqatini o'zim ko'zim bilan ko'rayotgan shundoq bir manzarani endi men so'zligim keladi. Mening ishlayotgan maktabim Xinjiang to'liqsiz o'rta maktabi. Xinjiang ben deymiz. Endi mush maktabdagi manzarani ko'rsam meni nihoyat hayajon tutadi. Bek hayajonlandim. Bizning bu maktab 80% dehqon qarindoshlarimizning balasi o'qiydi. O'quvchilarningki shu tamoqxonasiga kirib qolsak endi. Tushlik kechki tamoqni demayli, ataylik noshliqi shaxsan mening uyimda yo'q.
Etigende mey yemey başlamak. Neme degen yaxşı teminatda bu? Şunda. Endi bütün muş ballanınki bütün teminatını hükümet öz üstü gelip bir pon pul almaydı. Haksız okutup atkan. Endi bu mektepni bitirip çıkkandan keyin bu balla şunda bir sapalık. Demek partiyamızdan bir iş yaptık. Naydı çoğunqur. Albatta, vatanimizda bizning Jungo Kommunistik partiyamizda bahor. Keling, marhamat. Good.